Bugungi mashinamiz noodatiy Link 900. Li 9 va boshqa modeldagi mashinalarda odatda 15 dyumli monitor bo'ladi. Bunda esa 30 dyumli orqa monitorlari bo'ladi. Men sizlarga zo'r funksiyasini ko'rsatib o'taman. Bu mashinani funksiyalaridan biri, bu mashina отдельно, masalan, ikkita kishi o'tirgan bo'lsa, отдельно ko'rsa bo'ladi. Misol uchun men bu yoqdan kino ko'rish, o'zimga kino ko'rish mumkin, bu yoqdan boshqa kishi o'ziga kino ko'rish mumkin. Отдельно. Link 900 ning eksklyuziv funksiyalaridan biri buni orqa sidinlari 360 ga aylanadi. Xohlasangiz chap tarafdan turasiz, xohlasangiz o'ng tarafdan xohlagan pozitsiyada qo'ysangiz bo'ladi. Uzoq masofada ketgan paytlaringiz do'stlar bilan karta yoki boshqa o'yinlarni o'ynab, maroqli vaqtni o'tkazsangiz bo'ladi. Buni oldi farallarida xohlagan yozuvingizni yozishingiz mumkin. Mashinamizning texnik xususiyatlariga kelsak, mashinamiz elektrda ham yuriydi, benzinda ham yuriydi. Bu haqiqiy gibrid, ya'ni elektrlashtirilgan modul platformasi EMP. Buni 5 ta pozitsiyasigacha bor. Bulardan biri 4, biri 5 turbo motor, 2 turbo motor va 2 full turbo motor. 2 full turbo motorda mashinamizning ot kuchi 900 gacha yetadi. Bu mashinamizda esa 712 ta ot kuchi bor. Mashinaning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada 7 raqamini yozsangiz, biz sizlarga mashina narxini aytib o'tamiz.